Mana ark, zindon, kanaxona. Chuqurligi 6,5 metr. Bunga jinoyatchilarni arqon bilan tushirib, arqon bilan chiqargan. Ovqat berish tartibi ham xuddi shunday bo'lgan. Arqonda tushirilib, ovqatlar arqonda berilgan. Mana bu kanaxona qo'riqchisi. Bu yerda jinoyatchilar saqlanadigan joyda kirish eshigi yo'q. Chiqish eshigi ham yo'q, faqat arqondan. Qarzdorlar xonasi bilan. Maketmi bu endi? Maket. Qarzdorlar xonasi.